Uyda egasi ham emas ekansiz, og'ayni nima aralashasiz biz ishimizga? Aka, yo bu ishlar, yo bu yoq ishlasin. Ana burchakka qaramaysizlarmi? Bo'ldi aka. Nimcha sekin ish qilyapsizlar, tez-tez ish qilsanglar bo'lmaydimi? Aka, tez-tez qilardik, tez-tez qilish iloji yo'qda bu ishda. Chunki bu narsani aka mana o'zingiz bilasiz, hamma joyda aka mana bu joylarini qo'lda qilib keyin o'rnatamiz bu yerga. To'g'ri tushundingiz ham aka. Hormanglar usta, charchamayapsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima sen bu ustalarga qo'shilyapsan? Bu ustalar bilib o'zi ishini bilan qiladi. Bo'lmasa chiq, shurpa yerda olib, bitta qatirchib aka, bilasanmi? Bu ustalarda bilaman do'stim. Bu ustalarda ishlarni tekshirib turmasang, постоянно xaltura qilib ketadi. Aka, o'zi kim bu odam? Ham qo'shnim, ham oshnam bo'ladi bu. Shunaqamidi? To'xtab turing og'ayni 1 minutga. Tom yo'q, na Ali yo'q, kiriblar meni boshimni og'rityapsiz. O'qiy ishi bo'lib qopti, tezroq ishlang deb. Uyda egasi ham emas ekansiz, og'ayni nima aralashasiz biz ishimizga? Aka, yo bu ishlar, yo bu yoq ishlasin. Akalar, o'zingizlarni fikringizni kommentariyada yozib ketinglar, kutib qolamiz. Shunaqa qo'shni, oshnalar ham bor, o'zi uyini qilanmaganidan, ko'ranmaganidan kelib ustalarga diqqat qiladi yo boshqa narsa qiladi. Shunaqa insonlarga video jo'natib qo'yinglar, akalar. Like bosib, ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.